Ko'rib turganimiz Mirobod qishlog'i bo'ladi. Mana chat tarafimizda qabriston va shu tarafga yursak, Mirobodga yursak kerak, adashmayotgan bo'lsam, Mirobodliklar ko'rayotgan bo'lsa, videoga like bosamiz, otlarni qaranglar. Videoga obuna bo'lib qo'yamiz va Mirobodlarga yuborib qo'yamiz. Videoda maksimalni mana ko'rib turgan mahallamiz hozir adashmasam Mirobodga mana ketyapmiz. Prezident o'tgandan keyin Mirobod boshlanadi dedi. Mana prezident o'tyapmiz. Mirobodliklar biz nechtamiz? Mirobodliklarga bo'lsa shu videoni maksimal tashlab qo'yamiz va Mirobodliklar kommentariyada yozamiz. Miroboddan qo'shiqchi akamiz shundaga chiqqan. Ayolsanda kechalari uxlolmay degan qo'shiqlari bo'lardi. Ular rosa hit bo'lgan. Mirobodliklarga shu videoni maksimal yuborib qo'yamiz. Mana Mirobodni har xil joylardan kuzatgan bo'lishi mumkin. Misol uchun Rossiyadan, Koreyadan, Yaponiyadan keyin bu Mirobod mahalla deganda ziravor mahalla deb ham tushunadi. Ko'pchilik Mirobodliklar ziravor sotishadi. Ziravori bilan mashhur bo'ladi. Yana boshqa bilmagan narsalarimiz kommentariyada yozib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Mana Mirobod ko'chalaridamiz. Maksimalli qani Mirobodliklar banglatib yuboramiz, like'larni bosamiz, komment yozamiz va Mirobodlarga jo'natamiz. Haqiqatan ko'rib, ko'chalarni ko'rib xursand bo'lgan bo'lsanglar, bitta obuna qo'yamiz va padesha qilamiz. Andijonliklar ham qani Mirobodliklar bizni padesha qilinglarchi, tez kunlarda 100 mingta bo'lishimiz kerak mana Mirobod ko'chalari. Shu videoni maksimalli Mirobodlarga yuborib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.